Assalamu alaykum, hörmətli televizor ko'ruvchilar. Bugun Kanadaning Toronto shahrida Kanada Sharq Turkiston madaniyat markazi tomonidan o'rnashtirilgan Sharq Turkiston ko'rishining ufuqlari va Xristian nomli yig'inga kelgan Uyg'urlarning va Kanadada yashayotgan vatansevar Uyg'urlarning ishtirok qilishi bilan Kanadadagi Xitoy konsulining oldida namoyish olib bordi. Tövəndə bu namoyish naq maydonidan bir qism ko'rinishlarni huzur olasınız. Diqqat qilib ko'rgaysizlar. We want democracy. We want democracy. We want democracy. We want freedom. We want freedom. We want freedom. We want freedom. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. Terrorist China. Terrorist China. Terrorist China. Terrorist China. Fascist China. Fascist China. Fascist China. Fascist China. Evil China. Evil China. Evil China. Evil China. Invader China. Invader China. Invader China. Invader China. Murderer China. Murderer China. Murderer China. Murderer China. Criminal China. Criminal China. Criminal China. Criminal China. Liar China. Liar China. Liar China. Liar China. The crimes that have been committed by Chinese Communist Party in occupied East Turkestan must face justice, and this occupation must end. China occupied East Turkestan in 1949. Chinese Red Army marched into independent East Turkestan right after the Republic leaders were assassinated. Since the occupation, hundreds and thousands of innocent Uyghurs have been killed, kidnapped, arrested, and tortured. Uyghurs' culture, faith, and language has been badly destroyed. The East Turkestan environment has been heavily polluted. The occupation has become a never-ending nightmare for Uyghurs. My policy in East Turkestan is killing Uyghurs in each and every corner of East Turkestan every single day. Now, Uyghurs are killed anywhere and anytime simply because they are Uyghurs. Here, I want to name a few of thousands massacres, such as April 5th, 1990 Barn Massacre, February 5th, 1998 Khulja Massacre, July 5th, 2009 Urumqi Massacre, and July 28th, 2014 Jarkand Massacre. And the travel restrictions have made East Turkestan an open prison. We strongly believe that the only solution for the crisis in East Turkestan is that the Chinese occupation must end, and the independent East Turkestan Republic must be re-established. Here, we ask you to stop the occupation, stop the oppression, stop the massacre, stop the genocide, stop the assimilation, stop the forced abortion, stop the pollution, and withdraw from East Turkestan immediately. The occupation must end right now. China must get out of East Turkestan right now. We have been fighting for our freedom and independence since occupation. We are still fighting, and we will never give up. East Turkestan, Uyghurs' homeland. East Turkestan was never a part of China, and it will never be one. East Turkestan was an independent country and will be. Biz bugün Şarkı Türkistan Medeniyet Merkezi'nin sahipkarlığında uyuşturgan Şarkı Türkistan Milli Kuruluşu'nun ufukları ve Hristiyan namlı ilmi muhakeme yig'inimizdan açılış murasimini tamamlagandan keyin bugün tushdan keyin Xitoy davlatining Torontodagi konsulxonasining oldida Xitoy tajovuzga qarshi Sharqiy Turkiston davlatining mustaqilligi uchun biz dağdığılık namoyish o'tkazib o'tamiz. Bu namoyishga
Şarkı Türkistan Milli Görüşü'nün ıtıkları ve Hırsla namlık muhakeme yığınına katlaşkan barlık yığın iştirakçıları bu yerde bu namayışımızga iştirak kılmakta. Biz bugün Kanada Medeniyet Merkezi o'rinlashtirgan Sharq Turkistonning kelgusi temadagi ilmiy muhokama yig'iniga kelib, atgan bu yig'inning boshlanish marosimini tugatib, mana tushdan keyin Torontodagi Xitoyningki konsulxonasining oldiga kelib, Kanadadagi qarindoshlar bilan dunyoning har qaysi joylaridan kelgan Sharq Turkistonlik qarindoshlar birga Xitoyga bizningki noroziligimizni bo'libmi mushu yaqinda Yakan, Qashqa, Oqsur ip bayratgan qirg'inchilikqa qarshi namoyish elib berish orqali o'zimizning noroziligini Xitoyningki vatanimizdan Sharq Turkistondan chiqib ketishini talab qilib, g'azab bilan sho'rlarni to'lab, g'azab nafratimizni bildirib, haq huquqimizni talab qilgan orzularimizni bildirib, bu yerda namoyish o'tkazyapmiz. Bugün Şarkı Türkistan Medeniyet Merkezi'nin sahipliğinde Uygurlar duş kelivatkan Kızıl Üstü'de muhakeme yığınının açılış merasimini attıgan ötküzdü. Çünkü bir yığılıp Xitay tecavüzüne karşı namayış yapıyoruz. Bu namayışın asas maksadı Xitay tecavüzçülerinin vatandaş Şarkı Türkistan'dan ağzının üzeri çekilip çıkışını talep kılıyoruz. Şuna olan bir vakitte vatandaş Şarkı Türkistan'da Xitay tecavüzçülerinin tarafından Zakşası öldürüvatkan kahraman Uyg'ur kızlarımızdan Xitay tarafından Zakşası öldürgenliğini ayıplaş hem bunun sorğunu xalqaro jamiyatdan so'rash va Kanada hukumatidan bunga aralashib va mustaqil tashvish umidini Sharq Turkistonga elatib, bu bo'layotgan qirg'inchiliklarningki so'rg'ini ilish va buni xalqaro jamiyatda buningki so'rg'ini qilishni talab qilishni maqsad qilib bu namoyishni qilyapmiz. Vatanimiz Sharq Turkiston bir kun mustaqil azob bo'lmaydigan bizning namoyishimiz davomlashadi, bizning qarshiligimiz mangu davomlashadi. Montreal shahridan keldim. Bu Toronto Xitoy konsulxonasining oldida Xitoyga bo'lgan nafrat g'azablarimizni bildirish uchun xalqlarimizni qirayotgan, o'ltirayotgan nurg'un yaqinda Yakan qirg'inchilik bo'lib o'tdi. Shuning uchun bu yerda namoyish qilib Xitoyga bo'lgan nafrat g'azablarimizni anlatyapmiz va ko'rsatyapmiz. Bugün Sharq Turkiston Medeniyet Merkezi'ninki sahipxonligida o'tkazilgan Sharq Turkiston Milliy Ozodlik Harakatininki Ufuklar ve Hırslar degan temasida o'tkazilgan xalqaro yig'inning ochilish marosimidan keyin bir namoyish o'rinlashtirilgan. Shu namoyishga ishtirok qilish uchun bu yerga keldim. Namoyish yaxshi bo'ldi va yaxshi davomlashyapti. Biz bugün Kanadaga, bu Kanada cemiyetinki Medeniyet Cemiyeti'nin alayet teklifiyle gelip biz bir neçə günlük konferans katlaşmaya geldik. Şundaqla özümüzün cemaat içinde fikir almasıyla birge Xitay hakimiyeti ve onun boğan gazimizni bivasıta öz avazımızı anlatayız deb. We want freedom! We want freedom! China stop to killing of the Uyghurs! China stop to killing Uyghurs! China stop to killing Uyghurs! China stop to killing Uyghurs! China stop to massacre! China stop to massacre! China stop to massacre! China stop to massacre! China stop to genocide! China stop to genocide! China stop to genocide! China stop to genocide! Terrorist China! Terrorist China! Fascist China! Fascist China! Evil China! Evil China! Invader China! Invader China! Murder China! Murder China! Bloody China! Bloody China! Shame on China! Shame on China! Shame on CCP! Shame on CCP! Shame on Xi Jinping! Shame on Xi Jinping! Shame on China! Shame on China! Shame on CCP! Shame on CCP! Xitoy bizni besib olganda yani kundan kunga har kuni degidek besimini qirg'inchiligini kuchaytirayotganlik uchun bunga shu Xitoyga norozilik bildirish,
Xitoyning vahshiyligini xalqaro butun dunyoga tunishtirishni asos qilib shu niyat bilan keldik. Kanada Sharq Turkiston kültür merkeziniki taklifi bo'yicha Kanadadagi bir yig'inga, ya'ni Sharq Turkiston xalqining ko'rishi va uningga bo'lgan tahdidlar nomli yig'in qatnashish uchun kelgan edim. Bugun yig'in qatnashgan dunyoning har qaysi bo'lganlaridan kelgan bizning Sharq Turkistonliklar bu Kanada Torontodagi bu Xitoy konsulxonasida oldida bir namoyish o'tkazdi. Bu namoyishga men bir Sharq Turkistonlik velosiped bilan kelib, bu namoyish qatnashdim. Namoyishda butun Sharq Turkistonliklar bu yig'in qatnashgan. Nəhayət g'azab nafrat bilan Xitoy terrorist hokimiyatining Sharq Turkiston qilayotgan zulm, assimilyatsiya siyosati va qirg'inchilik siyosatiga qattiq norozilik bildirdi. Albatta bu haqliq. Xitoy hukumati Sharq Turkistonda olib borayotgan bu terrorist harakatini, xalq nisbatan olayotgan bu boski zulm siyosatini to'xtatish shart. Agar buningda qilmaydi ekan, Sharq Turkistonda yana cho'ngroq voqealar chiqishi mumkin. Uning uchun bu masalada albatta Xitoylar Sharq Turkistonda o'yin xalqining haq-huquqiga rioya qilish kerak. Sharq Turkiston masalasining demokratik asosda hal qilinishiga ular yo'l qo'yish kerak. Bu namoyish hamda doim qilishimiz kerakdir. Ba'zi sabablar tufaylidan to'liq qilolmayapmiz. Lekin Sharq Turkiston Kanada madaniyat markazining yig'in munosabati bilan dunyoning har qaysi joylaridan millatsevar aziz qarindoshlarimiz tam bo'ldik. Bu yaxshi fursatdan foydalanib Xitoy nomussiz Xitoy bosqinchilarining yaqinda yakanda yurtimizning har qaysi joylarida olib berayotgan bosh qirg'inchiliklarga nafrat yog'dirib butun dunyoni bilsin deb bu tushungan munosabat bilan g'azab nafratimiz bilan namoyish qilyapmiz. Bundan keyin fursat bo'lsa har xil usullarda qarshilik bildiramiz. Bugun namoyish qilishning asosiy maqsadi hozir vatanimiz Sharq Turkistonda xalqimiz tarixda ko'rilib boqmagan zulm ichida erkak qirg'inchilik duchor bo'lmoqda. Biz vatanimizdagi bu zulmlarning tezdan to'xtatishni, vatanimizning mustaqil bo'lib Sharq Turkiston bayrog'ining osmonimizni lablatishni Allohdan tilaymiz. Ham biz bu sharga Xitoyga nisbatan bo'lgan g'azab nafratimizni ifodalash va kommunist Xitoyninki vatanimizdagi qirg'inchilikni to'xtatish uchun biz o'z noroziligimizni ifodalab bu namoyishga qatnashdik. Bizning bu namoyish qatnashishimizning asosiy maqsadimiz vatanimiz Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning tezdan ozod bo'lishini, xalqaro jamiyatning diqqatini tortishni umid qilamiz. Shu maqsad bilan bolalarimni elib bu namoyishga qatnashdim. Assalomu alaykum. Bugun biz Torontoda Xitoy konsulxonasining oldida Kanada Sharqiy Turkiston madaniyat markazining uyushtirishi bilan Xitoyga qarshi namoyish o'tkazyapmiz. Men Ahmet Igambadi Avstraliyadan mushu yig'inga taklif bilan qatnashdim. Yig'inimiz nihoyatda yaxshi o'tyapti. Yig'inning bugungi kun tartibida namoyish uyushtirilganida shu namoyish qatnashyapmiz. Bu namoyishning asosiy maqsadi Kanadadagi Sharqiy Turkistonliklarga vakolatan ham shularning ovozini Xitoy hukumatiga ham butun dunyoga yetkazish uchun namoyish o'tkazyapmiz. Namoyishimiz intayin yaxshi o'tyapti. Namoyish qatnashganlarning ruhi shunchalik yuqori ham jo'shqin. Biz Xitoy hukumatining mamlakatimizda yurgizayotgan assimilyatsiya va qirg'inchilik jinoyatlarini fosh qilib dunyoga anlatyapmiz. Xalqimizdan milliy mustaqillik arzusini yaxshi jakaladik. Buning uchun sizlarga ko'p rahmat.